Men shokoladman. Iftorlikda meni yema, chunki shakar tez och qildiradi va ro'g'zani qiyinlashtiradi. Men juda issiq choyman. Iftorlikda meni darrov ichma, chunki taroveh namozida seni qiynayman. Men fast foodman. Ramazonda iftorlikda meni yema, chunki og'irman va quvvatni tez olaman. Men shirin tortman. Ramazonda iftorlikda meni yema, chunki shakar tez holsizlantiradi. Men qattiq qurigan tandir nonman. Ramazonda saharlikda meni yemaslik kerak, chunki oshqozonga og'irman va kun boqoyi chanqoqni kuchaytiraman. Men gazli shirin ichimlikman. Saharlikda meni tanlamang, chunki shakar tez och qildiradi va ro'g'zada holsizlik keltiradi. Men ortiqcha ovqatman. Iftorda meni ko'p yema. Aks holda holsizlik va oshqozon og'rig'i bog'ladi. Iltimos, obuna bo'lib keting. Ramazongacha 100 mingta obuna bo'lishni niyat qildim. Bu niyatim amalga oshishi uchun sizdan 5 sekund vaqt ketadi. Iltimos, obuna bo'ling. Ramazonda shunaqa foydali ma'lumotlarni bilish uchun hoziroq obuna bo'ling.